Men Xolboyev Isroil Ismoilovich. Yoshim 66da. 45 yildan beri mana shu suv xo'jaligida ishlab keldim. Xudoga shukr, hech kam bo'lgan joyim yo'q. Mana shu suvni vaqtida fermerlarimizga, xo'jachilarga, boshqa yoshlarimizga qayerda suv kerak bo'lsa, shu xo'ja boshliqlar aytgan joyga suv yetkazib borsangiz, ularga suv yetkazib vaqtida bersak, xudo xolasa mana fermerning buğdayi yaxshi bo'ladi. Fermerning agrati yaxshi bo'ladi. Shularning agrati, dehqonchiliklar yaxshi bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Chunki hammamiz mana shu fermerning orqasidan kun ko'ryapti. Ko'pchilik bor gap bu. Haqiqatda rahmat, mana shu prezidentimizga rahmat. To'g'onlarimizga yordam beryapti, pul ajratyapti bizlarga. Ehtiyojlar vaqtida berib turibdi. Nima uchun davlat tomonidan yordam kerak bo'lsa, prezidentga rahmat, hukumatimizga rahmat, yordam beryapti bizlarga. Nima boshlaymanmi? Hop. Mana shu 81-yilda armiyani bitirdim. O'shandan keyin to'g'ri shu suv xo'jaligiga ishga kirib keldim. Mana shu kelganimdan rahmat xo'jayinlarimizga, mana shu bu yigitdan bir narsa chiqadi ekan, bundan ishi chiqadi ekan, shu bolani ishlab ko'raylik deb yaxshi murabbiyolarga, meni ustozlarga, menga shogirdlikka qo'yib qo'ydi. Yaxshi shogirdlar o'tib ketdi. Yunus aka degan, Olmart aka degan yaxshi shogirdlar, ustozlarimiz bor edi. Yana Serikboy aka degan juda ko'p ustozlarimiz o'tdi. Rahmat, ular orqasidan biz ham mana shunday shu darajaga yetdik. Yoshligimiz shunday o'tdiki, umrimiz qanday o'tgan bilmay qoldi. Shu sohasida yurib, shu orqasidan yurib, har kunimiz sekund o'tgan bilmay qolamiz. Qanday tez o'tib ketyapti umrimiz, vaqtimiz. Shu orqasidan mana Xudoga shukr 5 ta bola farzandli bo'ldim. 4 ta qiz, bitta o'g'lim bor. Hammasini uy joyli qildim. Baridan nevaralarim bor. Xudoga shukr. Mana shu kasbdan ozmi ko'pmi olib, nafaqa olib, bola chaqamni boqib, Xudoga shukr, Alloh menga baraka berib turibdi. U kamida ko'p demash kerak. Alloh berganini, masalan, 2 million olayotgan bo'lsa, 2 million o'sha yetadi, hammam yetib turibdi, Xudoga shukr. Bizga 800 gektar yerga murabbiylik qildim, Xudoga shukr. Hali ham chaqirsa kelib yordam berib turibman. 800 gektar yerga 16 ta 20 ta fermerga suv ochib beraman. 20 ta fermerga 800 gektar, 1000 gektar atrofida suv beraman. Prezidentimizga rahmat, juda katta muhim qarorlar qabul qilishdi. Betonlashtirishni qilgan tufayli, qilayotganimiz tufayli fermerlarga boradigan suvlarimiz to'g'ri boradi. Siz kam bo'ladi. Kam ketadi. Bugungi kunda mana shu rahmat rahbarlarimiz beton beryapti, shu quyyapmiz. Boshqa fermerlarga ham qarashyapti, boshqalar ham qarashyapti, ishxonaga qarashyapti. Beton quyyapmiz, mana shu beton quysak, suv sarfi tezaladi. O'sha oldin 100 ta suv olib borsak, endi o'sha kelayotgan suvimizni hammasi 120 ta olsa, 120 ta suv hammasi to'g'ri shu fermerning dalasiga olib borishga harakat qilamiz endi. Ularda haqiqatan ham 80-yillar, 90-yillarda shu paytlarda ham bo'lganmiz, ishlaganmiz, Xudoga shukr. Lekin o paytda bunaqa suvni ochib berar edik, haqiqatdan urib ketar edi. Yo'q, bu yoqqa bunaqa beton arqalar yo'q edi, qiynalar edik, qop bosar edik, to'g'onga cho'p bosar edik. Juda qiynalib, ancha ishlar surilib ketadi. Vaqtida olib borolmas edik suvni. Mana endi prezidentimizga rahmat, shunday qarorlar chiqarib qo'ydiki, hukumatimiz mana shu arqa beton qilsak, fermerlarga suv yaxshi boradi.